Biz avvalgi videolarimizda Chust tumanidagi sug'orilmayotgan bog' muammosini ko'targan edik. Bugun esa bu masala yanada og'ir va achinarli tus oldi. Mazkur bog' mahalliy hokimiyat zaxirasiga olib qo'yildi va auksion orqali sotib yuborildi. Ammo eng achinarlisi, bog' egasiga 1 so'm ham kompensatsiya to'lanmadi. Na ko'p yillik daraxtlar uchun, na yillar davomida qilingan mehnat uchun. Bog'dagi daraxtlar esa ildizi bilan sug'urib tashlandi. Qariyb 20 kundan beri bu daraxtlar yer ustida ochiq holda yotibdi. Bu nima degani? Bu ochiq oydin ekologik beparvolik emasmi? Savol tug'iladi. Ekologiya qayerga qarayapti? Mas'ul idoralar va mahalliy hokimiyat bu holatga qanday izoh beradi? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining moddasiga ko'ra, har bir fuqaro atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi shart. Shuningdek, tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga muvofiq daraxtlarni kesish, sug'urish yoki yo'q qilish asosiy ruxsatlar va majburiy kompensatsiya bilan amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari, Yer kodeksi hamda fuqarolik qonunchiligida mulk yoki mehnat natijasida yetkazilgan zarar to'liq qoplanishi shart deb belgilangan. Bugun esa biz nimani ko'ryapmiz? Daraxtlar yo'q qilinmoqda, tabiatga zarar yetkazilmoqda, bog' egasi esa mutlaqo javobsiz qolmoqda. Eng ajablanarlisi shundaki, hozir butun O'zbekiston bo'ylab ekologiya eng dolzarb muammoga aylangan bir paytda bir hududda yuzlab daraxtlarning ildizi bilan sug'urib tashlanishi va bunga ko'z yumilishi juda jiddiy savollarni o'rtaga qo'yadi. Bu masala faqat bitta bog'ning muammosi emas. Bu qonun ustuvorligi, ekologiyaga munosabat va mahalliy hokimiyat mas'uliyati masalasidir. Biz ushbu holat yuzasidan tegishli idoralar tomonidan huquqiy baho berilishini, ekologik nazorat organlari va mahalliy hokimiyatdan rasmiy izoh taqdim etilishini talab qilamiz. Biz bu mavzuga albatta qaytamiz.